Kaka, remont ustasi topdim deb xursand bo'lgandim. Nima bo'ldi? Topdingmi remont ustasi? Uyingizni yevro remont qilamiz dedi. Zo'r-ku. Qanaqa bo'ldi natijasi? Hozir uyimni o'zim tanimayman. Chiroyli bo'lib ketdimi? Yo'q, qaysi xona qayerdaligini yo'qotib qo'ydim. 3 kunda bitiramiz deyishganiga 3 oy bo'ldi. Voy, firibgar ustalarga tushibsan-da. Pulim ham bekorga ketyapti, har kun pul so'rashadi. Ha. Senga bitta maslahat beraman, uka. Qanaqa maslahat meni ishimni hal qiladimi? Ha. Fayz remont degan remont xizmati bor. Yana ma'lumot berchi menga ular haqida. Fayz remont eng ishonchlisi. Ular hamma ishni hujjat asosida qilishadi. Ular bilan qanday bog'lanaman? Menga ular kerak. Ha, tepada raqamlarini qoldirdik, telefon qilasan, ishing hal bo'ladi.